Qani bilan ketaverasizlar. Boshlaymi? Boshlayver. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan nutq texnikasi va uni egallash yo'llari mavzusida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimizni rejalari nutq texnikasi, nafas va ovoz texnikasi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Nutqning asosiy xususiyatlari, til va nutq talaffuz surati haqida va uchinchi rejamiz o'qituvchining nutq madaniyati, notiqlik san'atini takomillashtirish va hamda to'rtinchi rejamiz bu sharq mutafakkirlari notiqlik san'ati haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Dastavval sizlar bilan nutqning o'zi nima degan savol turibdi oldimizda. Nutq tilning fikr, ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va shu jarayonning hosilasi bo'lib hisoblanadi. O'zbek tilining izoh lug'ati jildida aynan shunday ta'rif berilgan. Endi texnika haqida ma'lumotga ega bo'ladigan bo'lsak, texnika buyoncha texni san'at, mahorat, bu biror ish, faoliyat yoki harakat turida orttirilgan mahorat darajasi, malaka, ko'nikmalar yig'indisi bo'lib hisoblanadi. Nutq texnikasi dastavval insonning nutq a'zolari asosida amalga oshiriladi. Nutq a'zolarini birinchi o'rinda bu qattiq tanglay turadi va alveollar turadi. Yuqori lab, yuqori tishlar, pastki lab, pastki tishlar kiradi. Tilning old qismi, tilning o'rta qismi kiradi. Tilning orqa qismi, chuqur til orqa qismi, tovush paychalari, yumshoq tanglay, tilcha va bo'g'inlar kiradi. Demak, nafas turlari inson shu ma'lumotni berayotganda har bir pedagog o'zbek tilida mana tinish belgilar bor. Ana shu tinish belgilarining qoidalariga amal qilib ma'lumotni yetkazib bera olsa, demak har bir ma'lumot talaba yoshlar uchun tushunarli bo'ladi. Nutq texnikasi turlari mavjud. Bu demak nutq nafas turlariga yuzak nafas, ko'krak nafasi, demak diafragma nafasi va diafragma qovurg'a nafaslari kiradi. Ovoz texnikasi komponentlari ham mavjud. Bunga ovoz kuchi, ovoz parvozi, ovozning egiluvchanligi va harakatchanligi, ovoz diapazoni va ovoz tembri kiradi. Demak, har bitta pedagogning har bir so'zi, har bir talaffuzi bu bo'g'in tovushlarini to'g'ri, aniq va tushunarli aytish demakdir. Va shu bilan birgalikda yana ritmika ham mavjud. Ritmika bu nutq surati ham deyiladi. Bu alohida so'z, bo'g'in va iboralarni talaffuz etishdagi tezlik, davomiylik bo'lib hisoblanadi. Sizga o'z ovozingiz yoqmaydimi va hech qachon yoqmagan, sizning ko'rinishingiz salobatli bo'lsa-da, ovozingiz bu yoshlarnikiga o'xshashi mumkin. Demak, insonning so'zi, tovushi, ovozi uning gavdasiga ham mos bo'la olishi kerak. Ko'pincha tinglovchilarga rahbar demak ekanligingizni tushuntirishga to'g'ri keladi. Chunki ovozingizdan sizni rahbarga o'xshatish qiyin. Shuning uchun har bitta pedagog o'quvchi talabalar bilan muloqot jarayonida demak jiddiy bo'lishi kerak va aynan har bitta so'zni yetkazib berish jarayonida albatta o'zbek tilining izohli lug'atiga amal qilishi lozim bo'lib hisoblanadi. Demak, yana shu bilan birgalikda tinglovchilarga tez-tez ma'lumotni o'quvchilar so'raganda shoshmasdan, albatta erkin o'zingizni ushlab ma'lumotni yetkazib berish lozim bo'lib hisoblanadi. Demak, shu bilan birgalikda namunali nutq sifatlari ham mavjud. Har bir pedagogning namunali nutq sifatlariga yoqimli, demak tebranuvchan, bosiq, yaxshi modellashtirilgan, past tembrli, ishonch uyg'ota oladigan, iliq, musiqaviy,
do'stona, mehrli, ohangdor, ifodali, tabiiy, so'zga boy, jarangdor, ta'sirchan, xayrixoh demak bo'la olishi kerak. Mana shu sifatlar agar har bir pedagogda mavjud bo'lsa, albatta o'quvchilar bilan kommunikativ munosabat jarayoni iliq va yoqimli bo'ladi. Endi shu bilan birgalikda yomon nutqga xos sifatlar ham mavjud. Bunga yoqimsiz, keskin yoki chiyildoq, demak xirildoq, qaltiroq, baland temperli, demak sakrovchi, nafas yetishmay qoladigan, uzun yuluq, o'rta baland, o'ta past, rangsiz, monoton, demak kinoyali, zo'riqqan, kuchsiz, zerikarli, demak xatti-harakatlar, ya'ni tovushlar bular yomon nutq songa xos sifatlar bo'lib hisoblanadi. Endi shu bilan birgalikda Sharq allomalarining asarlarida ham notiqlik san'ati haqida keng to'xtalib o'tishgan. Bu demak aynan Sharq uyg'onish davrida notiqlik san'atining quyidagi 3 ta qonuniyatlari mavjud bo'lib hisoblanadi. Bunda tinglovchiga tushuntirish, ya'ni ma'lum bir g'oyani yoki mavzuni, tinglovchining tafakkurini uyg'otish, fikrini, ongini, maqsadini aniq bir mavzu asosida yo'naltira olish hamda tinglovchini o'ziga jalb qilish, huzur, halovat va qoniqish hissini uyg'otish asosida bular amalga oshadi. Notiqlik san'atini chuqur egallagan, o'zlarining go'zal va chiroyli nutqlari hamda noyob asarlari bilan jamiyatda hurmat va e'tibor qozongan buyuk faylasuflar mavjud. Bular g'arbdagi allomalardan demak Sokrat, Platon, demak Dinar, Gippiret, Gorkiy, Isokrat, Issey, Eksel, Demosfen, Sitseron, Kvintilian kabi namoyandalar aynan Yunonistonning mashhur davlat arboblari bo'lib yetishganlar va notiqlik san'atida ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritgan. Aynan mashhur faylasuf olim Sokrat eramizdan avvalgi 469 va 399-yillarda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda savol-javob usulini joriy qilish, ushbu usul orqali suhbat metodiga asos solganligi barchaga ma'lum bo'lib hisoblanadi. Sokratning shogirdi Platon esa o'z ustozi g'oyalarini davom ettirib, savol-javobni notiqlik san'atining bir shakli sifatidagi ahamiyatini o'z asarlarida yoritadi hamda uni inson tafakkuri va ongini, dunyoqarashini og'zaki nutq bilan boyituvchi noyob uslub sifatida baholab, uni mazmunan, amaliy va nazariy jihatdan yanada boyitadi. Demak, Yunonistonda notiqlik san'atining har tomonlama takomillashishi Demosfen eramizdan avvalgi 384 va 322-yillar nomi bilan uzviy bog'langan. Demosfen Yunonistonda notiqlik san'atining yetuk namoyandasi, ya'ni o'z davrining notiqlik san'ati bo'yicha elitasi sifatida mashhur bo'lib hisoblanadi. Demak, bu yuqorida aytib o'tilgan g'arb allomalari aynan notiqlik san'atida har bir demak o'sha tilning grammatikasiga amal qilib ma'lumotni yetkazib berish haqida fikr yuritganlar. Shu bilan birgalikda g'arb bilan birgalikda Sharq allomalari ham o'zlarining asarlarida aynan notiqlik san'ati haqida alohida urg'u berib o'tganlar. Demak Sharq allomalaridan Abu Rayhon Beruniy, Farobiy, demak Kaykovuz, Al-Xorazmiy, Mahmud Qoshg'ariy, Zamaxshariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Abdurahmon Jomiy, Hazrat Navoiy kabi ulug' siymolar nutq odobi masalalariga, umuman notiqlik san'atiga jiddiy e'tibor berishga da'vat etish bilan birga tilga, lug'atga, grammatika va mantiqshunoslikka oid asarlar yaratishgan. Beruniy o'zining geodeziya asarida har bir fanning paydo bo'lishi va taraqqiy etishi inson hayotidagi zaruriy ehtiyojlar talabi bilan yuzaga kelishini uqtirib o'tgan. Uning fikricha, notiqlik san'atining ildizlari bo'lmish grammatika, aruz, mantiq fanlari ham shu ehtiyojning
hosilasi bo'lib hisoblanadi. Yana bir ulug' vatandoshimiz Abu Nasr Farobiy to'g'ri so'zlash, to'g'ri mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq tuzishda leksikologiya, grammatika, mantiqning naqadar ahamiyati cheksizligi haqida shunday deydi: qanday qilib ta'lim berish va ta'lim olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berish masalasiga kelganimizda, bu haqda bilimlarning eng birinchisi jismlarga va hodisalarga ism beruvchi til haqidagi ilmlar deb tasdiqlaydi. Farobiy Fozil odamlar shahri asarida mudarrisning, ya'ni ustozning so'zlari aniq bo'lsin, fikrini va aytmoqchi bo'lgan mulohazalarini ravshan bayon eta olsin, bilish va o'qishga muhabbati bo'lsin, o'rganmoqchi bo'lgan bilimlarni charchashni sezmasdan osonlik bilan o'zlashtira olsin deydi. Kaykous ham o'zini asarlarida, aynan Hobisnoma asarida nutq odobi va madaniyati haqida ibratomiz fikrlar aytib o'tganlar. So'zlaganda o'ylab, har bir fikrdan kelib chiqadigan xulosalarni ko'z oldiga keltirib gapirish kerakligini, kishi aql idrokli bo'lishi, o'zini xalq orasida omiy, kamtar tutishi lozimligi eslatib, mahmaddonalik qilish, ko'p gapirish donolik belgisi emasligini alohida ta'kidlab o'tganlar. Ana shunday buyuk allomalardan yana biri bu 11-asrda yashab o'tgan ulug' faylasuf Yusuf Xos Hojib bo'lib hisoblanadi. Turkiy xalqlarining aynan asarlari muqaddas asarlardan biri bu Qutadg'ubillikdir. Baxt saodatga yetaklovchi bilim asarida alloma so'zlarni to'g'ri tanlash, to'g'ri qo'llash haqida bilib so'zlasha, so'z bilik sanalur deb ta'kidlaydi. Yana bir buyuk allomalardan biri bu tilni demak buyuk adiblar bu Ahmad Yugnakiy bo'lib hisoblanadi. Ahmad Yugnakiy ham mudarrislarni so'zlaganda nutqni o'ylab, shoshmasdan, aql idrok bilan tuzishga, keraksiz, bema'ni so'zlarni ishlatmaslikka, mazmundor so'zlar izlab topishga chaqiradi. Demak, Hazrat Navoiyning ustozi bo'lmish buyuk alloma Abdurahmon Jomiy o'z adabiy merosida so'z va nutqning qudrati naqadar ulug'ligini, tildek insonga chiroyli libos kiydirguvchi vosita hech qayerda bo'lmasligini bayon etib o'tgan. Demak, bugungi kunda ham aynan ana shu buyuk allomalarimizning hayot faoliyatini o'qib o'rganib davom ettirayotgan ustozlarimizdan biri bu Jumaniyoz bo'lib hisoblanadi. So'z u kishining fikricha so'z tuzadi, so'z buzadi. Olqish ham so'zdan, qarg'ish ham so'zdan, omonlik ham, yomonlik ham so'z bilan, borliq ham, yo'qliq ham so'zdan, olamning yaralishi va gullab yashnashi ham so'z, yo'q bo'lib ketishi ham so'zdan deb ta'kidlaydi. Demak, yana bir buyuk alloma bu o'zbek tilining otasi mutafakkir Hazrat Alisher Navoiy bo'lib hisoblanadi. Navoiy fikricha har kimki chuchuk so'z elga izhor aylar, har neki ag'yor durur yor aylar, so'z qattig'i el ko'ngilga ozor aylar, yumshog'i ko'ngillarni giriftor aylar deb ta'kidlaydi Hazrat Navoiy. Demak, hurmatli talaba yoshlar, aynan sizlarga mustaqil ta'lim sifatida biz Hazrat Navoiy, Abdurahmon Jomiy va buyuk faylasuf Yusuf Xos Hojibning Qutadg'ubillik asarlarini va Kaykovusning Hobisnoma asarlarini mustaqil topshiriq sifatida sizlarga topshiriq beramiz. Bu asarlarni o'qib o'rganinglar va ana shu asarlar asosida kelajakda o'z faoliyatlaringizni davom ettirayotganlarida shu buyuk allomalarning ma'naviy merosidan kengroq va chuqurroq foydalansangiz, albatta zamonaviy mahoratli ustoz bo'lib hisoblanasizlar. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
15 minut bo'ldi. Qaysini? Qaysini bosam? O! Sen. Necha minut bo'ldi?